Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun katta rahmat aytmoqchiman. Ammo kanalimiz rivojlanishi uchun, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoga like va kommentariy yozing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Anyverse jamoasi. Konfutsiy asl ismi Kun Zyan yoki Kun Fu Zi, ustoz Kun, miloddan avvalgi 551-yilda Xitoyning Lu davlatida, hozirgi Shandun viloyatida tug'ilgan. Uning tug'ilgan davri bahor va kuz davri deb nomlanuvchi siyosiy notinchlik va doimiy urushlar hukm surgan davrga to'g'ri keladi. Bu davrda markaziy imperatorlik hokimiyati zaiflashgan va mahalliy feodallar o'zaro kurashishgan. Konfutsiyning otasi Shuli Han harbiy ofitser bo'lib, u Konfutsiy yoshligida vafot etgan. Bu voqea tufayli Konfutsiy oilasi qashshoqlikda yashashga majbur bo'ladi. Konfutsiy boy va yuqori tabaqaga mansub bo'lmasa-da, o'zini bilim olishga bag'ishladi. U qadimgi Xitoyning 6 ta san'atiga, marosimlar, musiqa, kamondan otish, arava boshqarish, kalligrafiya va matematikaga chuqur qiziqish bildirgan. Uning bilimga bo'lgan chanqoqligi va mehnatsevarligi juda erta namoyon bo'lgan. Konfutsiyning o'zini o'zi o'qitishi va muntazam ravishda bilimini oshirib borishi uning keyingi faoliyatiga asos bo'ldi. Konfutsiyning asosiy maqsadi Xitoydagi siyosiy va ijtimoiy tartibsizliklarni bartaraf etish edi. Uning fikricha, jamiyatga tartib faqatgina hukmdorlarning axloqiy yetukligi va adolatli boshqaruvi orqali qaytarilishi mumkin edi. U hukmdorlarga maslahatlar berish uchun turli davlatlarga sayohat qildi. Lu davlatiga qaytganida u adliya vaziri lavozimiga tayinlandi. Konfutsiy bu lavozimda islohotlar o'tkazib, jinoyatchilikni sezilarli darajada kamaytirishga muvaffaq bo'ldi. Ammo uning islohotlari ba'zi amaldorlarning noroziligiga sabab bo'ldi va u lavozimidan iste'foga chiqishga majbur bo'ldi. Konfutsiy o'zining g'oyalarini amalda qo'llashga harakat qilib, 13 yil davomida Xitoyning turli davlatlariga sayohat qildi. U o'zi bilan birga sadoqatli shogirdlarini olib yurdi. Bu sayohatlar davomida u o'z ta'limotlarini targ'ib qildi. Hukmdorlar bilan uchrashib, ularga jamiyatni qanday boshqarish kerakligi haqida maslahatlar berdi. Garchi uning g'oyalari bir o'rta hukmdor tomonidan to'liq qabul qilinmagan bo'lsa-da, bu sayohatlar uning falsafasining keng tarqalishiga xizmat qildi. Hayotining oxirgi yillarida Konfutsiy Lu davlatiga qaytib, o'qituvchilik va o'z ta'limotlarini tartibga solish bilan shug'ullandi. U o'z bilimi va tajribasini shogirdlariga yetkazdi. Shuningdek, qadimgi asarlarni tahrir qildi. Bu davrda uning eng mashhur asari Suhbatlar Analects yaratildi. Bu kitobda uning so'zlari va shogirdlari bilan bo'lgan suhbatlari jamlangan. Konfutsiy miloddan avvalgi 479-yilda vafot etgan. Konfutsiyning hayoti davomida uning g'oyalari keng e'tirof topmagan bo'lsa-da, vafotidan so'ng uning merosi Xitoy va Sharqiy Osiyo madaniyatining poydevoriga aylandi. Uning ta'limotlari kelajak avlodlarga axloq, ta'lim va davlat boshqaruvi bo'yicha o'lmas saboq bo'lib xizmat qilmoqda. Konfutsiyning asosiy g'oyalari axloqiy yetuklik. Uningcha, jamiyatdagi tartibni ta'minlash uchun har bir inson o'zini takomillashtirishi, ya'ni axloqan yetuk bo'lishi kerak. Uning asosiy axloqiy tushunchalari Ren, insonparvarlik, ezgulik va Li, marosim, odob bo'lgan. Oila va jamiyat. Konfutsiy oilaviy qadriyatlarga, ayniqsa ota-onaga hurmatga katta e'tibor qaratgan. Uning fikricha, sog'lom jamiyatning poydevori mustahkam oiladir. Davlat boshqaruvi. U davlatni boshqarishda zo'ravonlik va qattiq qonunlar o'rniga axloqiy fazilatlarga ega bo'lgan rahbarlarni qo'llab-quvvatlagan. Uning g'oyasi bo'yicha hukmdorlar xalqqa yaxshi namuna bo'lishlari kerak. Oliyjanob inson Junzi.
Konfutsiy o'z ta'limotida ideal inson turi, oliyjanob inson g'oyasini ilgari surgan. Bu inson shaxsiy manfaatlardan voz kechib, jamoaning va adolatning manfaati yo'lida harakat qiladigan, bilimli, xush muomala va o'ziga xos axloqiy tamoyillarga ega shaxsdir. Konfutsiychilik keyinchalik Xitoyda davlat dini darajasiga ko'tarilgan va ko'p asrlar davomida Xitoy jamiyatining asosiy g'oyaviy poydevori bo'lib kelgan. Hatto bugungi kunda ham uning hikmatlari insonlar hayotida o'z aksini topmoqda.